Yangi yiling bilan bolakay, uydaligingni bilamiz, ota-onang yo'qligini ham. Hoy bolakay, eshikni och. Xor bobo keldi. Seni ko'rgani. Bas qil. Eshikni o'zim ochaman. Mark. Qarab tur. Aygan vars. Hoy, ochildi. Karavans, Mark. Yur. Sen o'zing kimsan? Manmi? Garingjonman. Sendan so'rayapman, kimsan deyapman. Seni gapiryaptilar. Bu Markbek. Shu mahallaga bitta tosh qo'yganmisan? Bu mahallaga endi kelishimiz. Balki qo'yarmiz. Kecha kelib bugun hamma yoqni sastib yurgan senmisan? Karavans, yana qo'yib yubordingmi, ahmoq? Mana bunaqangi it yetaklab yuradigan odatingiz yo'q edi-ku. Endi iltimos qildi oldim, sherigim. Yo'qoli. Keching, bo'ldi, biz ketamiz. Tur! Uzr bo'l, ketamiz. Bopladimmi? Papalam. Bolakay bizni aldabdi. Bolakay, qo'lga tushdingmi? Bizni laqlatmoqchi bo'ldingmi? Pulni qayerda bolakay, gapir. Uyda pul yo'q. Adam hamma pulni olib Xonsaroydan aksiyada uy olishga ketganlar. Qara, Gari, shunaqa o'g'ling bo'lsa, ota ko'chada qolmaydi. Bu sening ixtiro. Qanaqa aksiya? Bu yil oxirgacha vodiy loyihasidan 1 kvadrat metr narxini 9,990,000 so'mdan qilib qo'yishibdi. Shunga uy olishga ketdilar. Sizlar ham o'tiringlar, uyli bo'lib qolasizlar. Unda biz amalamiz, Mark. Gari, bizda xemir ham yo'q-ku. Gari, tushdi. Yangi yiling muborak bo'lsin, migajim.